Navoiy shahar Baraxolka mana bu tarafda joylashgan. O'shaning yonidagi 6 sotixlik bitta hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Birinchi liniya yo'lga yaqin joyda joylashgan hovlimiz. Demak, 6 sotix maydonni egallagan. Tashqi fasadlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi darvozalar, travertenlar qilib qo'yilgan. Mana bu tashqi tarafni ko'rsatib o'tamiz. Quyosh panellari ham qo'yib qo'yilgan ekan. 5 kilovat dedilar, adashmasam. Yozda hech qancha pul sarflamagan ekanlar. Nabrot 400 ming plyusga ishladi deb aytibdilar. Endi bu ham hovlimning bitta преимуществоsi hisoblanadi. Kanalizatsiya tizimlari chiqarilgan mana bu hovlimning biqinida. Xo'p, endi hovlimning ichki tuzilishlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxona qismidan boshlab, mana darvozaxona qismiga 2-3 mashina menimcha bemalol sig'sa kerak. Bu tarafda demak bitta katta mehmonxona bor. Video davomida sizlarga ichki tuzilishlarning remontlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, to'g'riga borsak, mana bu tarafda yana bitta xonamiz mavjud. Jami 2 ta xonadan iborat mana shu korpusimiz. Bu endi bitta detskiy qilib qo'yganlar, yozgi detskiy xona. 3 ta dimanchasi bor, buni egalar olib ketaman deb aytdilar. Xo'p, bu tarafdagi korpusimizda 4 ta xona, oshxona hamda yuvinish xonalari hammasi ichkarida qilingan. Demak, supa qismini ko'rishlaringiz mumkin. Yashil maydon, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Faqat supa qismidagi mana devor qismiga ozgina ishlov berish kerak bo'ladi. Qolgan joylari hamma joy tayyor holatda. Xo'p, mana bu tarafdan ham kirsa bo'ladi korpusimizga. Demak, mana bu tarafda naves qilib qo'yilgan, hovlining burchagida. Buni davom ettirib, polni naves qilib yopsalaringiz, juda ham chiroyli holatga keladi. Tandirlari ham bor ekan. Xo'p, endi sizlarga uyimizning ichki remont holatlarini, proyektini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga ko'rgan asosiy eshiklaringiz, mana bu prixojiy joyimiz, mebel qo'ysalaringiz bo'ladi, hamda to'g'rida oshxona joylashgan. Oshxona va kirish qismi teplый pol bo'lgan. Issiqqina bo'ladi qishda nasib bo'lsa. Demak, garnitura, xolodilnik jihozlar mavjud bilan hammasi demak uyimizda egalar tomonidan tashab ketiladi. Uyimiz yaxshi remont qilingan. Bu tarafda akfa oynalari ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Demak, bu tarafda 4 ta xonamiz mavjud. Birinchi zal qismi mehmonxona qilib ishlatsalarsiz bo'ladi, hamda mehmonxona qismidan bu tarafda yana bitta xonamiz bor. Buni ham ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Remontlari tayyor holatda. Buni ham rejaga qarab ishlatasizlar. Bu tarafda oynasi mavjud. Hamda ichkarida mana shu yerda o'zida isitish tizimi, kotyollar qo'yilgan va yuvinish hojatxonalari shu yerda o'zida ichkarida qilingan. Boya ko'rgan eshiklaringiz hovlining supa qismidagi mana shu eshik hisoblanadi. Shu tarafdan kirib kelish imkoniyati ham demak mavjud ekan. 2 ta xonani ko'rib o'tdik. Endi bu tarafda yana 2 ta xonamiz bor. Hozir remont holatini ko'rsatib o'tamiz. 3-chi va 4-chi xona mana bu tarafda joylashgan. Bu xonamiz adashmasam endi o'zlarining narsalari turibdi degan, egalarining ortiqcha narsalari 3x4 razmerda adashmasam. Demak, ushbu xonamizda ham remont holatlarini ko'rsalaringiz bo'ladi. Barcha xonamiz remontga ega. Bu tarafda ham konditsioner qo'yilgan ekan. Demak, barcha jihozlar uyda tashab ketiladi. Uyimizning narxi 1 milliard 250 million so'mga baholandi. Ustiga kelib savdolashsalaringiz, uyimizning egalari tomonidan barakasiga o'tib beriladigan joyi bor. Pastda batafsil ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan holatda ushbu uy haqida batafsil ma'lumotlarni olib kelib ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin. Navoiy Baraka kanaliga obuna bo'ling. Yaxshi joylardan hovli kvartiralarni bizning kanaldan topasizlar.